Assalomu alaykum. Yandex'da kuryer bo'lib ishlayotganimizga ham bir hafta bo'lib qoldi. Sizlarga hozir qancha pul topsa bo'ladi, shuni ko'rsatishim mumkin. Taxminan endi ko'rib turganinglar va bitta slotda topayotgan pulim 184, 110-yanvar. Endi har kuni ishlamayman. Ishlasam bitta slotda 6 soat, 8 soat ishlayman. O'rtacha 7-8 soat, ya'ni 6 soat, 8 soat atrofida qancha topsa bo'ladi? Taxminan mana 10-yanvar kuni chiqqanman. 189 so'm, 184.910 so'm, 216 ming so'm, 223 ming, 249 ming, shunga o'xshagan. Qancha ko'p ishlasangiz shuncha yaxshi. O'rtacha 15 soat, 16 soat agar havoda yomg'ir bo'lmasa, boshqa bo'lmasa 400-500 ming, 600 minggacha topsa bo'ladi bir kunda. Lekin u orada albatta 3 mahal, 2 mahal ovqatlanasiz o'zingiz. Tanaffus olishingiz bor. Va hokazo, agar Toshkentda tursangiz, ijaraga turgan kvartirangiz pulini to'lashingiz kerak. Agar transport o'zingizniki bo'lmasa, masalan, mana shu velosipedni bir haftasiga 200 ming so'm berib Rent Marketdan olganman. Rent Market bu Toshkent shahridagi eng qimmat velosiped ijara beradigan joy. Velosipedi yaxshi dedim, lekin mana sindi bu ham. Uni ham o'zim to'lashim kerak. Ya'ni yangi jihoz olib beraman. Xizmat haqqi tekin, lekin almashtirib berishadi. Servis bor. Shunaqa gaplar qisqasi. Menga obuna bo'lib turing, xudo xolasa. Hozircha mavsumga ketish niyatimiz yo'q, chunki cho'ntagimiz bunga ko'tarmayapti. Chernogoriya safar unchalik ham yaxshi bo'lmadi. Toshkent shahrida hozircha kuryerchilik qilib ishlab turamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.